Mana hozir fuqarolarimiz tomonidan tushunmovchilik natijasida hozir bir holat bo'ldi. Mana shu bo'yicha sizlarni bir ogohlikka chaqirib qo'yish uchun murojaat qilyapmiz. Mana aka, holat qanaqa bo'lgan? Shu bo'yicha qisqagina tushuntirib bering. Holat mana Qarshi salondan olib chiqqansizlar mashinani. Qarshi salondan olib chiqqandan keyin mashinada hisobot ma'lumotnoma beradi. Fuqaroning nomida, kim o'zining nomida chiqarsa, fuqaro pasportini fuqaro nomida belgilangan. Salon ishonchnoma orqali mashinani beryapti. Ishonchnoma orqali mashina fuqaroga berish mumkin emas. Qachonki salonni o'zining xodimi, salonga ishlayotgan xodim salondan salonga pergon qilishi mumkin, yo viloyatdan viloyatga pergon qilmoqchi bo'lganda ishonchnoma orqali yetkazadi. Lekin fuqaro mashinani sotib olsa, ishonchnoma orqali salondan olmaydi. Hisob ma'lumotnoma orqali oladi. Bu holat ko'p aniqlanyapti. Ko'p fuqarolarimiz sarson bo'lyapti. Hozir mana haydovchi bu kishining nomidan mashina, lekin yonida o'tirib boshqartirishi mumkin. Ikkovlar boshqartirishi mumkin. Faqat salonni hisob ma'lumotnomasi bo'lishi kerak. Mashinamiz yangi. Mashinaga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksida 135-moddasi bo'yicha chora ko'rib, transportda vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir mana shu holat bo'yicha mana haydovchi akamiz, ya'ni mashinani egasi birinchi marta tushunmovchilik bo'lganligi sababli biz haydovchiga nisbatan ogohlantirish sifatida o'sha avtomashina salonidan, qaysi salondan olib chiqqan bo'lsa, o'sha yerda xodimi keladigan bo'ldi va avtomashinani o'tirib pergon masalasi bilan, ya'ni haydovchimizni uyiga olib boradigan bo'lyapti. Bundan keyin yana transportda salondan olganingizda e'tiborli bo'lasiz. Mana sizdan keyingi fuqarolar ham salondan transportda chiqarayotgan vaqtda shu holatga tushmasligini nima deysiz? Ogohlantirib o'tasizmi? Ishonchnoma orqali boshqarish mumkin emas ekanmi? Ushbu videoni yangi mashina olib, yana avtosalonlardan olmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.